Salom do'stlar, Xpack kanaliga xush kelibsiz. Bugungi zamonaviy dunyoni kompyutersiz tasavvur qila olasizmi? Keling, birgalikda kompyuter tarixi haqida 25 ta ajoyib faktni bilib olaylik. Videoni ko'rishdan oldin like va obuna bosish esdan chiqmasin. Dunyoning birinchi haqiqiy kompyuteri ENIAC 1946-yilda yaratilgan va 30 tonna vaznga ega edi. ENIAC 18 mingta vakuum naychasidan iborat edi, xuddi kichik shahar kabi. Kompyuterlarning otasi Charles Babbage 1830-yilda mexanik kompyuterni loyihalagan. Ada Lovelace tarixdagi birinchi ayol dasturchi. Alan Turing zamonaviy kompyuter fanining asoschisi sifatida tanilgan. 1950-yillarda IBM o'zining birinchi tijorat kompyuterlarini ishlab chiqara boshladi. 1970-yillarda mikroprotsessorlarning kashf etilishi kompyuterlarni butunlay o'zgartirib yubordi. Dunyoning birinchi mikroprotsessori Intel 4004. Apple kompaniyasi 1976-yilda o'zining birinchi kompyuteri Apple I'ni yaratdi. 1981-yilda IBM o'zining mashhur IBM PC'ni taqdim etdi. Microsoft 1980-yillarda MS-DOS bilan global IT inqilobini boshladi. 1985-yilda Windows 1.0 chiqdi. Hammasi shundan boshlandi. 1991-yilda Linus Torvalds Linux operatsion tizimini yaratdi. World Wide Web 1989-yilda Tim Berners-Lee tomonidan ixtiro qilingan. Dastlabki kompyuterlar faqat bitta vazifani ishlatilgan. Kompyuter sichqonchasi 1960-yillarda Douglas Engelbart tomonidan ixtiro qilingan. 1980-yillarning oxirida portativ laptoplar paydo bo'ldi. Pong birinchi kompyuter o'yinlaridan biri. 1972-yilda yaratilgan. Birinchi grafikali internet brauzer Mosaic 1993-yilda ishlab chiqilgan. 1990-yillar oxirida internet butun dunyoni birlashtira boshladi. Birinchi antivirus dasturlar 1980-yillarda yaratilgan edi. USB texnologiyasi 1996-yilda ishga tushirilgan. Java dasturlash tili 1995-yilda ommaga taqdim etildi. Zamonaviy kompyuter chiplarida milliardlab tranzistorlar mavjud. Kvant kompyuterlari kelajakdagi texnologik inqilob markazida. Kompyuterlarning o'tmishi, ajoyib kelajagi esa yanada hayratlanarli. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling.